Bugungi videoda biz o'zimiz uchun CapCut dasturida avatarka yasaymiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib o'zimizga kerakli rasmlarni tanlab olamiz. O'zimizga kerakli rasmlarni olganimizdan keyin esa ularni orqa fonlarini kesib tashlaymiz. Orqa fonlarni kesib tashlagandan keyin esa ularni to'g'ri joylashtiramiz. Ularni to'g'ri joylashtirib olgandan keyin esa o'sha rasmdan bitta nusxa olamiz. Nusxa olgandan keyin esa o'sha rasmning orqa fonini kesib tashlaymiz. Orqa fon kesilgan rasmni esa boshqa overlaylardan oldinga qo'yamiz. Endi esa o'z YouTube, Instagram yoki TikTok kanalimiz nomini yozib qo'yamiz. Biz chiroyli bo'lgan qo'shimchalarni ham qo'shishimiz kerak bo'ladi albatta. Misol ochki, shoh yoki qizil ko'zlar, shulardan xohlaganlaringni qo'shib qo'yasizlar. Qo'shilgan qo'shimchalarni albatta orqa qismlarini olib tashlash kerak bo'ladi. Qo'shilgan qo'shimcha esa albatta personajga moslab qo'yilishi kerak. Misol ko'zga, og'ziga yoki yuz atroflariga yoki boshiga. Hammasi tayyor va to'g'ri bo'lgandan keyin esa biz screenshot qilib olamiz. Bunday screenshotni xuddi ko'rsatganimdek yonlarini kesib olamiz. Agar rasm sifati sizga yoqmasa, boshqa programmalarda o'z rasm sifatingizni o'zgartirib olishingiz mumkin. O'zim ishlatadigan ilova nomini esa o'z Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha